Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'rgatadigan narsam, ya'ni sun'iy intellekt orqali, ya'ni AI orqali butun bir ingliz tili o'rganuvchilar, ya'ni IELTS, TOEFL, Mount Level o'rganuvchilar uchun qanday qilib reading ishlashni o'rgataman. Ya'ni oddiy Grok misolida ko'rib chiqamiz buni. Boshqa AIlarda bu hozir funksiya qo'shilmadi. Aynan Grokda qo'shilgan. Ko'pchilik bilmaydi qanday qilib Grokda tekin variantida reading qismingizni oshirishingiz mumkin. Vocabulary, reading comprehension va shunga o'xshagan muammolarni oldini olishingiz mumkin. Faqat to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Xo'p, demak ko'p asosiy bo'lakka o'tadigan bo'lsak, grok.com ga kirasiz, grok.com va u saytiga kirsangiz yaxshi va bitta narsani eslatib o'taman, ya'ni buni kompyuterda qilsa bo'ladi, ya'ni telefonda bilmadim, telefonda hech qilib ko'rmaganman, ya'ni aynan kompyuter versionda ishlasa bo'ladi. Xo'p, endi qanday qilib PDF variantini qo'shib qanday qilib ishlashni o'rgataman. Xo'p, shunaqa oyna chiqadi. Oynada yon boshida, ya'ni chap tomonda proyeksiya degan joy bor, ya'ni project deyish mumkin inglizcha, menda ruscha, va buni bosamiz. Qo'shish, birorta nom kiritishingiz mumkin proyektingizga, deylik nimadir, davom etamiz va bo'ldi. Va bu yerda tayyor bo'ldi. Faylga o'tadigan bo'lsak, fayl hali hech narsa yuklanmagan. Biz yuklashni boshlaymiz. Ya'ni bu tugmani bossak, o'zi yuklaydigan narsalarimiz chiqadi va biz bundan загрузить fayl, ya'ni добавить qilamiz. Birorta reading article, misol uchun bu readingda oladigan bo'lsak, PDF variant, hammasi PDF ni o'qiradi bemalol. Ya'ni mana PDF bitta bosasiz va oyna ochiladi va bu oyna orqali siz har bitta, ya'ni highlight qilishingiz mumkin, readingingizni ishlashingiz mumkin. Misol uchun deylik 27 dan 31gacha bo'lgan savolni Ctrl C va Ctrl V qilib olamiz va tagiga prompt, ya'ni yozamiz. Don't show me, o'zbekcha yozsangiz ham bo'ladi, guys. Xo'p, inglizcha yozaman men. Agar ingliz tilingiz yaxshi bo'lmasa, o'zbekcha yozib o'rgansangiz ham bo'ladi. O'qiydi Grok, bemalol bajarsa bo'ladi. Don't show me the answers. Xo'p, deb turib, mana endi men videomiz cho'zilib ketmasligi uchun tayyor qilib qo'yganman nima yozish kerakligini. So mana don't show me the answers instead of, so bo'shliq qolibdi. Instead provide me only explanation and if it is possible make me a keyword table inside a table should be synonyms and similar words deb turib yozdim. Endi qani agar 27 dan 31 gacha qanchalik to'g'ri qilib berar ekan. Mana tayyor keyword table va bu yoqda explanation, aynan qayerda nima chiqqanini. Agar siz savollarga qiynalayotgan bo'lsangiz, endi hozir 27 dan 40gacha, 34, 35, 40gacha explanation qilyapti. Lekin aynan keyword table menimcha bu yerda tepada 27 dan 31gacha bo'lgan so'zlardan yoki paragraflardan chiqqan. Xo'p. Agar siz savolga qiynalayotgan bo'lsangiz, shu bitta savolni siz Ctrl C yana copy qilib turib, buni
make it elementary level deb yozishingiz mumkin. Va aynan hozir boshqa so'rovlarga ketib qoldi. Demak, shunaqa qilib mana boshida shu narsani make it elementary level only this sentence deb aytsak, menimcha bajarsak kerak, yana bilmadim. Xo'p. Explanation deb elementarniy level qilyapti. Nimaga bunaqa ishlayapti? So'rovlar yaxshi, ya'ni aytilganidek bo'lmasligi mumkin. Faqat think harder bo'limini qo'shsangiz, menimcha to'g'ri qilib beradi. Keyin undan ham bu savolni elementary level qilgandan ko'ra meni maslahatim, siz agar qaysidir paragraf bo'limni umuman tushunmay qolsangiz, mana buni misol uchun o'qidingiz, lekin sizga qiyinlik qildi yoki bu. Demak, buni siz xuddi shu darajaga, ya'ni elementary level daraja qilib turib, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Xo'p. Demak, bu yerdan copy paste qilishingiz kerak bo'ladi. Yokida siz mana bu bitta bo'limni mana o'zida bor aytgancha, misol uchun residential killer deganda, ana o'zingiz qo'shsangiz bo'ladi, mana qo'shilib qoladi va endi shuni menimcha make it elementary level yoki change into element o'shana deb ko'ramiz. Change into elementary level. Balki bunda ham o'xshab qolar. Endi men kiritdim, mana shu so'zni qilib ber dedim. Yana hozir boshqani shu mana bu tomonda qilishi mumkin, ya'ni tushuntirib berish mumkin. Lekin think harder deb bosadigan bo'lsak, bunda lekin sizda muammo bo'ladi. Ya'ni umuman olganda pulli. Agar pullisini sotib oladigan bo'lsangiz, sizda umuman muammo qolmaydi. Ya'ni reading shunaqangi aytilgan buyrug'ingiz bilan 100% bajarib berishim mumkin bo'lar ekan. Xo'p, bugungi sizga tushuntiradigan narsam shu edi hozircha. Hozir faqat ta'lim bo'yicha sun'iy intellektlar tushuntirib boryapman, ya'ni qanday qilib sun'iy intellektlarni ishlatish, ya'ni bu readingingizga katta yordam beradi. Xohlaganingizcha belgilaysiz. Bu yerda har xil turdagi so'rovlar bor. Shu orqali siz bemalol, ya'ni readingingizni kuchaytirishingiz imkoniyati bo'lar ekan. Xo'p, hozircha tushuntiradigan narsam shular. Keyingi darslarda coding bo'yicha ham, dasturlash bo'yicha ham juda katta narsalarni o'rgataman. Do'stlaringizga ulashishni unutmang. Like bosing, obuna bo'lishni ham unutmang. See you guys. Hammangiz sog' bo'linglar. Keyingi darsgacha, ya'ni ko'rishguncha.